Uzun CSS dərsi 44-cü qism CSS yo'lbaş tizimliki. Yo'lbaş tizimliki işletish oson, shu qulaylik bo'lgan vaqtda har qanday tor bekat uchun intayin muhim. CSS ga yaxshi unum kodlari orqali odatdagi HTML tizimliklarini ko'rkam yo'lbaş tizimligiga aylantirgan bo'ldi. Biz oldingi soatlik darsimizda bir oddiy bo'lgan tizimlikni ko'rib o'tdik. Yo'lbaş tizimlik deganimiz dal ulanish tizimligidan iborat bo'lib, u asosli shu torbatniki usti o'ng taraf shu asosli ko'rilgan qismi qo'yish orqali shu torbatniki asos mazmunlarini aks ettirib berdi. Masalan, boshpat, munbar, xabar, rasm degandek mushta asosiy saytlarninki nomi shu yo'lbash tizimligiga kirdi. O'lchamlik HTML tizimligi orqali yo'lbash tizimni qurish kerak. U uni tizimlik bo'lg'achqa biz odatda yo'l bilan iloy elementlarni ishlatsak eng muvofiq. Mushni ishlatgandan keyin biz yana list style type qiymatni noun deb qiymat berish orqali oldi qo'shilg'ich belgisini chiqaraymiz. Aniki displayni inline xarakter orqali horizontal tizimlikka o'zgartiramiz. Buning amaliy misolini ko'rgan bo'lsak, masalan, buningda bu oddiy bo'lgan UL va iloy orqali bir tizimlik qurdik. Qurganki buning unumi ma'qulat ko'rindi. Buning oldida jumloq chekit belgisi ko'rindi. UL va iloyniki asliy qiymat oldi bo'yicha. Ikkinchi qadamda biz UL ga niki list style type ga noun qiymati berish orqali ham buniki margin va padding qiymatini 0 qilish orqali buning unumini ko'rgan bo'lsak, ma'qulatda buniki usti qismi bilan usti sol qismi bilan bo'lgan oraliqqa yo'q edi. Ham shunday oldidagi jumloq belgisi yo'qolib, bu haqiqiy turdagi tizimlik o'zgardi, chunki biz tizimlikda ma'qul belgilarniki bo'lmasligini umid qilgan holatda mushkilotda o'zgarsak bo'ladi. Anoninki 3-chi qadamda bu aligninki display xarakterga inline qiymatini berish orqali buni aslidagi bunda tik holatdagi tizimlikdan to'g'ri holatdagi tizimlikka aylantirib ma'qulatni ko'ra olamiz.